sizlar bilan shu pomada va rumyana naborini test qilamiz, ya'ni obzor qilamiz. Ko'rinishi va dizaynlari juda ham chiroyli. Rumyanasi jiddiy, pomadasi esa matoviy. Rumyanasi shunaqa shirin brelokli bo'ladi. Rangini qaranglar. Qo'limni silib ko'raman necha. Rangi ham rosa nежный ekan. Farqi o'zingizlar ko'ring. Menga yoqdi. Bu yuzimizga ham surib olamiz. Hidi ham qanaqadir приятный. Endi navbat shunaqa shirin oyoqchali pomadasiga. Sizlar buni bilasiz. Agar siz buni blesk deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Bu matoviy rangli pomada. Rangini o'zingizlar ko'ringlar. Labimga prem yarashdi rangi. Pomada va rumyana menga juda ham yoqdi. Pomadasi o'chmayapti negadir. Endi bunaqa jiddiy rumyana va pomadani nimada o'chirsam ekan? Armanda Yesno brendidan shunaqa penka bor-ku. Qani ketdik ishlatib ko'ramiz. Ishlatilishi juda ham to'g'ri. Wow. Buni qaranglar, pomada va rumyana qanaqa toza o'chirdi. Aytgancha, bu penkaning eng katta plyus tarafi yuz turini tanlamaydi. Yog'limi, qurumi, ta'sirchami farqi yo'q. Yupo yuzga tushib ketaveradi. Sizlarga obzor qilib bergan va menga juda ham yoqqan penka va rumyana pomadalar nalichida bor. Do'konga borib ketsanglar ham bo'ladi, yoki dostavka qildirsanglar ham bo'ladi. Hammani yaxshi ko'ring, ko'p belalarim.